Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 16-avgust ish jarayoni ketmoqda. Bu yerda trekker mashinamizga propan qo'yib beryapmiz. Original jihozlardan hozirgina ustunovka jarayoni boshlanmoqda. Miyasi miya bu boshqaruvi Stagofas 200 originaldan ish jarayoni ketmoqda. Bu yerda JD mashinamizga Dongfeng mashinamizga 4+ sistemada gaz qo'yilishi qo'yilyapti. Ejector 48 ga 4 miyalar bilan. Spark mashinamizga metan, bunga ham metan, hamma Cobaltga metan. Orqa qismi ustunovka jarayonlari ketmoqda. Birin-keti Sparkga qo'shish 3-pokoleniya 3 million so'm. Bu mashinamizga Dongfengga propan 8,5 million so'm qo'yilyapti. Trekkerga propan 4 million so'mga qo'yilyapti. 47 talik tabletka balonlar bilan. Ichkarida Cobalt mashinamizga 4 million 600 ming so'mga metan qo'yib beryapmiz. Original jihozlar bilan 90 talik balon bilan. Bu tomonda ham Cobaltga bunga 4 million 600 ming so'mga qo'yilyapti. Metan qo'yib beryapmiz. Ish jarayoni avjida. Xo'sh, bu mashinamizga oldi jihozlari A12 radiatorlar bilan, Polsha miyalar bilan, real farsingalar bilan qo'yib beryapmiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Cobalt mashinasi zapravkadan keldi. Nexus 3 mashinasi, Prado mashinasiga propan qo'yilgan. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Narx-navoni pastda nomerga telefon qilib bemalol bilishingiz mumkin.